Taom tayyorlashda ko'pincha ziravorlardan foydali dorivor xususiyatlari haqida o'ylamay ham foydalanamiz, ammo ularning aksariyati o'simliklardan kelib chiqadi. Ya'ni ularning tarkibida bizning sog'lig'imiz uchun foydali yoki zararli bo'lgan juda qiziqarli moddalar mavjud. Bugun biz har bir uy bekasida albatta bo'lgan xushbo'y kashnich haqida gaplashamiz. Kashnich zira va shivitning qarindoshidir. Uning uchun uning ta'mi va shifobaxsh xususiyatlari o'xshash. Ushbu ziravorning oz miqdorda bo'lsa ham qo'shilishi sog'liq uchun foydali bo'ladi va ba'zi kasalliklarni yengishga yordam beradi. Ammo avval kanalimizga obuna bo'lishni unutmasligingizni so'rab qolaman. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Kashnich nima o'zi? Oddiy qilib aytganda, kashnich kinza ko'katining urug'i hisoblanadi. Tarkibida efir moylari yuqori bo'lgan xushbo'y o'simlik, o'zlariga o'xshash faqat kattaroq, dumaloq, qovurg'ali va zich qobiqqa ega ziravor. O'simlik janubiy bo'lishiga qaramay, o'rtacha iqlim sharoitida ham yaxshi o'sadi. Undan go'sht, baliq va turli xil taomlar tayyorlashda foydalaniladi. Efir moylari taomlarga yengil hid va ozgina taxirlik bag'ishlaydi. Biroq kashnichni haddan tashqari ko'p miqdorda ishlatmang. U taomning ta'mini buzadi. Uni achchiq va o'ta o'tkir ta'mli qiladi. Kashnich urug'i pishirishdan tashqari parfyumeriya mahsulotlarida ham faol ishlatiladi. Kashnichning efir moyi atirgul, binafsha va marvaridgul hidiga o'xshaydi. Og'irroq yog'lar tarkibida vitaminlar va minerallarni o'z ichiga olib, namlovchi va qarishga qarshi kremlarda ishlatiladi. Kashnich ana shunday foydali ziravordir. Har qanday o'simlikning foydasi kimyoviy tarkibida va uning ekstraktlaridadir. Kashnich yog'larda erigan foydali moddalarni osonlikcha taomga beradi va bu uning katta afzalligidir. Xullas, videomizda kashnichning qanday foydali tomonlari borligini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, tarkibida efir moylari bo'lgan boshqa o'simliklar singari kashnich ham ko'plab efir moylarini o'z ichiga oladi va antibakterial xususiyatlarga ega. Ushbu foydali o'simlikning urug'i ekstrakti antibakterial konfetalarda ishlatiladi. U tomoq og'rig'ini bartaraf etishga yordam beradi. Angina, faringit va bronxitni keltirib chiqaradigan bakteriyalarni yo'q qiladi. Uning ekstraktlari uzoq muddatli quruq yo'talda ishlatiladi, chunki u mukovatik ta'sirga ega. Balg'amni suyultirish va chiqarilishiga yordam beradi. Ikkinchidan, kinza va uning mevalari singa kasalligi uchun ajoyib vosita hisoblanadi. Bu o'simlik tarkibida ko'p miqdorda C vitamini mavjud va bu yuqorida aytib o'tganimizdek sog'lom qon tomirlari va sog'lom bo'g'inlar, sog'lom chiroyli sochlar va sog'lom teridir. Uchinchidan, kashnich safro haydovchi vositadir. Shuning uchun xolesistit va o't toshlari bo'lgan odamlar bu ziravorlardan ehtiyot bo'lib foydalanishlari kerak. To'rtinchi, kashnich oshqozon uchun to'plamlar tarkibiga kiritilgan. U gastrit bilan kurashga yordam beradi. Oshqozon yarasi yoki 12 barmoqli ichak yarasini keltirib chiqaradigan helikobakterni o'ldiradi. Ammo ushbu kasalliklarning kuchayishi davrida har qanday ziravorlardan voz kechgan ma'qul. 5. Kashnich ishtahani yaxshilaydi. Shuning uchun kam ovqat tanovul qiladigan kichkintoylar uchun kashnich qo'shilgan taomlarni tayyorlashingiz mumkin. Kashnich ekstrakti oshqozon ichak traktidagi fermentatsiyani yaxshilaydi. Bu esa ovqatni yaxshiroq so'rilishini ta'minlaydi va tana keyingi ovqatlanishga tayyor bo'ladi. 6. Konyuktivit, keratit va glaukomani davolash uchun ishlatiladigan sitral aldegid moddasi koriandradan olinadi. Bu ko'z to'qimalariga zarar bermasdan yallig'lanishni yumshatishga yordam beradi. Tarkibida karotinning mavjudligi tufayli kashnich o'tkir ko'rish qobiliyatini saqlashga yordam beradi. 7. Xalq tabobatida damlamalar va kashnich qo'shilgan choylar shamollashga qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Agarda bu choyga asal qo'shilsa, u kuchli immunomodulyatorga aylanadi. 8. Kashnich yengil tinchlantiruvchi ta'sirga ham ega. Shuning uchun kashnich qo'shilgan choy tinchlantiruvchi sifatida ichilishi mumkin. Kashnichni ziravor sifatida qizil sharob yoki uzum sharbatiga asoslangan glintvein ichimligiga qo'shiladi. Bunday birikmada u qon tomirlarini tozalash va xotirani yaxshilashga yordam beradi. Ammo spirtli ichimliklarni me'yordan tashqari ichishga berilmaslik kerakligini unutmang. 9. Kashnich kukuni gazlarni haydovchi vosita hisoblanadi. U ko'p miqdorda gaz hosil bo'lishini oldini oladi. Ayniqsa bolalar uchun kashnich urug'i kukunidan tayyorlangan damlama foydalidir. U ichakdagi sanchiqlar va og'riqlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Garchi ko'plab mediatorlar ichak sanchiqlari vaqtinchalik hodisa va maxsus davolanishni talab qilmaydi desalar ham, o'zingizni va bolangizni hayotini yengillashtirishga arziydi. Kashnich bilan suvning konsentratsiyasi juda zaif bo'lishi kerak va uni bolaga
muolaja berishdan oldin uning allergik reaksiyasini tekshiring. Buning uchun chaqaloqning qo'liga kashnishli damlamadan tomizing. Agar tomizilgan joyda qizarish yuzaga kelmasligini yarim soat davomida kuzating. 10. Kashnish qondagi bilirubin miqdorini pasaytiradi. Ushbu xususiyat tufayli teri pigment dog'laridan xalos bo'ladi. Biroq kashnish yordamida chaqaloqlarda sarg'ayma kasalligini davolashda qo'llanilishi mumkin emas. 11. Kashnish yurak-qon tomir tizimi uchun ham foydalidir. Uning tarkibida tabiiy kversetinlardan biri bo'lgan rutin mavjud. Ushbu modda qon tromblarining paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Kapillarlarni kamroq o'tkazuvchan qiladi. Bu qon aylanishini yaxshilaydi. Rutin sababli yod moddasining o'zlashishi yaxshilanadi. Bu bilan esa qalqonsimon bezning faoliyati yaxshilanadi. 12. Kashnish antioksidant faollikka ham ega. Ushbu ziravordan muntazam foydalanish bilan qarish jarayonlari to'xtash mumkin. Tanadan toksinlar chiqarib tashlanadi. 13. Kashnishning parazitlarga qarshi ta'siri ma'lum. Kashnish yordamida siz nafaqat gelmintlardan, hattoki lambliya va lentasimon qurtlardan ham xalos bo'lishingiz mumkin degan tadqiqotlar mavjud. 14. Kashnish mevasi bu ichni bo'shatish choylar tarkibiga kiradi. U gemorroyga qarshi va jarohatni davolash vositasi sifatida ishlatiladi. 15. Kashnish spazmologik xususiyatlarga ham egadir. Hayz davri og'riqlarida bosh tomirlarning spazmlari, oshqozon spazmlarini olishda kashnish qo'shilgan choy yordam beradi. 16. Kashnish vitamin va minerallarga boy, biroq kashnishni iste'mol qilish cheklanganligi sababli bu xususiyatiga ko'p e'tiborga olinmaydi. Ammo foydali xususiyatlardan tashqari allergiya va dozani oshirib yuborish xavfi mavjud va ular quyidagi alomatlarda namoyon bo'ladi. Birinchisi, terining qizarishi va qo'zg'alishi. Ikkinchisi, miya faoliyatining buzilishi, ya'ni xotiraning buzilishi, uyqusizlik. Uchinchisi, buyraklar faoliyatining buzilishi, bu beldagi og'riqlar bilan ifodalanishi mumkin. To'rtinchisi, xolesistit yoki pankreatit xuruji. Beshinchisi, bosimning keskin pasayishi yoki oshishi, hatto bosimning o'ynashi ham kuzatilishi mumkin. Oltinchisi, yurak urishining tezlashishi, stenokardiya. Shuning uchun choy va damlamalarni tayyorlashda ehtiyot bo'ling. Esingizda bo'lsin, bu ziravorning kuniga bir choy qoshiqdan ko'p qabul qilmaslik kerak. Kashnishga bo'lgan allergiyangizni tekshirishni unutmang. Ushbu barcha choralar faqat dorivor qaynatma yoki damlamalarga tegishli. Bundan tashqari aralashmagan kashnish efir moyidan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Mahalliy ravishda qo'llanilsa ham kuyish va allergiya paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari uni ingalyatsiyada foydalanishda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Tiklanish o'rniga siz tomoq yo'llarini kuydirishingiz yoki shilliq qavatning jiddiy shishiga olib kelishi mumkin. Ziravor sifatida kashnish odatda zararsizdir, chunki u oz miqdorda ishlatiladi. Shunday qilib, kichkinagina kashnish urug'i sog'liq uchun juda ko'p foydali tomonlarni o'z ichiga oladi. U qon aylanishini yaxshilaydi, spazm paytida og'riqni kamaytiradi, jarohatni davolash va bakteritsid ta'sirga ega. Shu bilan birga uni o'z boshimchalik bilan davolashda qo'llashda ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. O'zingizni ehtiyot qiling va Doktor Uz kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.